Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Excel dasturga oid testlarni ko'rib o'tamiz. Quyidagi jadval asosida diagramma hosil qilingan S1 katakchaning qiymatini topish so'ralyapti. Ma'lumlarni hisoblab olamiz. Ya'ni A2 teng 1 plus B1 dan A1 ayirsak 3 ko'paygan 3 10 ga teng ekan. B2 da S1 bor ekan, hozircha hisoblamay turamiz. S2 teng 2 ko'paygan 5 ko'paygan 2 20 ga teng ekan. Demak, diagrammaning qismlari, bo'limlari quyidagi ketma-ketlikda hosil qilingan ekan. Bu A2 ning qiymati, bu B2 ning qiymati, bu esa S2 ning qiymati. A2 bilan B2 o'zaro tengligidan S1 ni x deb belgilasak, 2x plus 2 teng 10 ga x teng 4 ga. Ya'ni S1 katakchamizning qiymati 4 ga teng ekan.